Assalomu alaykum. Siz Express Film kanalidasiz. 10 mingta bo'lganimiz uchun hammaga rahmat. Bugun sizlar bilan 2025-yilning eng yaxshi jangari filmlaridan biri Havaskor filmini ko'rib chiqamiz. Ko'p cho'zib o'tirmayman va biz boshladik. Garajda Charli rafiqasi tug'ilgan kuniga sovg'a qilgan samolyotni ta'mirlamoqda. Sara tez orada Londondagi biznes konferensiyasiga jo'nab ketishini aytish uchun uning yoniga keladi. U yana u bilan birga ketishni taklif qiladi, lekin Charli ishi ko'p bo'lgani uchun uni rad etadi. Biroz vaqt o'tgach Charli markaziy razvedka boshqarmasi shtab-kvartirasiga keladi. Yo'lda ayiq laqabli hamkasbini uchratadi. Ты в прошлый раз мне просто спас жизнь. Seyfni ochish va tahlil bo'limiga yo'l oladi. U o'zi ixtiro qilgan barcha xavfsizlik skanerlaridan o'tadi va nihoyat ishga kirishadi. U ko'p yillar davomida aloqada bo'lgan sirli odam Incline'dan xabar oladi. Ular sotish uchun qimmatli maxfiy ma'lumotlarga ega. Bu safar Incline uni ushbu hujjatlar markaziy razvedka boshqarmasini xavf ostida qoldirishi mumkinligini ogohlantiradi. Charli uni joylashuvini taxmin qilishga harakat qiladi, lekin Incline bunga aldanmaydi. Materialni tahlil qiladi, lekin unga o'xshagan daho odam ham kodni buza olmasligini tushunadi. Tushlikda hamkasblari ayiq haqida so'rashadi va Charli uni qutqarganini aytadi. Sara qo'ng'iroq qiladi va Londonga yetib borganini xabar qiladi. Charli uni kuzatgani uchun bundan xabardorligini aytadi. Я тут немного занят, я позже перезвоню, хорошо? Bir muncha vaqtdan keyin nihoyat hujjatlardagi ma'lumotlarni ochadi va bu uni hayratda qoldiradi. Bu o'z-o'zini o'ldirish bombardimoni va dron hujumi kabi maxfiy hukumat fayllari bo'ladi. Yangiliklarda 150 kishi qurbon bo'lgani haqida videolar mavjud. Shu jumladan Fransiya maxsus kuchlari va Daniya dengiz piyodalari bunga aloqador. U bu operatsiya boshida uning boshlig'i janob Mur turganini tushunadi. O'sha kecha uyda Charli Saraga qo'ng'iroq qiladi va javob bermagandan keyin ovozli xabar qoldiradi. Ertasi kuni Charli ofisga keladi va uni janob Mur kutib turganini ko'radi. Mur Charlini yaqinda direktor bo'lgan O'Brien ofisiga olib boradi. U Londonda, ya'ni Sara joylashgan mehmonxonada terakt bo'lganini tushuntiradi. Charli bunga ishongisi kelmaydi va Saraga qo'ng'iroq qilishni xohlaydi. Mur unga yangiliklarni ko'rsatadi. Unda mehmonxonaga 4 ta terrorchi qanday bostirib kirgani tasvirlanadi. 4 odam garovga olingan, ulardan ikkitasi o'ldirilgan. Mehmonxona kameralari orqali qurbonlardan biri Sara ekani ko'rsatiladi. Charli uyga borganda muxbirlar va politsiya qurshovida qoladi. Ertasi kuni Charli Mur va nazoratchi Kaleb bilan yuzlashadi. Ular esa nimadir o'zgarsa xabar qilishlarini aytishadi. Ertasi kuni Charli Saraning jasadini va buyumlarini olish uchun aeroportga boradi. Uyda chamadonchidan Sara unga sotib olgan sovg'ani topadi. Uyda terakt videolarini ko'rishdan charchagan Charli ishga qaytadi va mehmonxonaga yaqin ko'chalardagi xavfsizlik kameralarini buzib teraktning vaqt jadvalini tuzadi. 4 terrorchi East Enddan transport vositalarini o'g'irlashgan. Xizmatchilar bo'limi orqali mehmonxonaga kirishgan va hech qanday iz qoldirishmagan. Ular Indoneziyaning qurol olib sotuvchi Impact Investment kompaniyasi bilan uchrashuv o'tkazgan. Ammo nimadadir kelishishmagan va koridorda tortishuv boshlangan. Terrorchi o'q uzib soqchilardan birini o'ldirgan va ikkinchisini og'ir ahvolda qoldirgan. Mehmonxona xavfsizligi darhol politsiya chaqirishgan. Binoni tark uchun terrorchilar konferensiya xonasiga kirib bir necha odamlarni asirga olishgan. Sara kimgadir yordam berishga harakat qilgani uchun olib ketilgan. Charli ularning ovozi orqali shaxsini aniqlashga muvaffaq bo'lgan. Ular moskvalik Misha, Janubiy Afrikalik maxsus kuchlarning sobiq operatori Lawrence, yollanma qotil Horst va sobiq razvedka xodimi Gretchen. Kaleb va Murning reaksiyasidan ular buni allaqachon bilishini tushunadi. Ular Charliga buni ustida ishlashayotganini aytib, uni psixoterapevtga yuborishadi. U boshliqlar hech nima qilmayotganini psixoterapevtga aytadi, lekin foydasiz. Ertasi kuni Charli ID kartasiga chipni yashirib o'tadi va buni xavfsizlik skanerlari aniqlolmaydi. U o'z kabinetida barcha tasniflarni chop etadi va raqamli nusxalarni yaratish uchun printerda skimmerdan foydalanadi. Shu paytda unga Incline yozadi va u e'tiborsiz qoldiradi. U Murning barcha maxfiy ishlarini ro'yxat qilib, Suriya kasalxonasi va Yamandagi ittifoqchi bazaga zarba berilgani, minglab tinch aholi halok bo'lganini aytadi. Ularga o'zi har 5 soatda bir kodni kiritmasa, dalillar eng muhim yangiliklarga yuborilishini aytib po'pisa qiladi. Buning o'rniga Saraning qotillarini o'zi o'ldirishini va bunga tayyorlanishlarga ruxsat berishlarini aytadi va ketadi. Ofisda Kaleb uni tayyorlashga rozi bo'lishni va bungacha uni yaxshilab titklashlariga ulgurishlarini aytadi. Ya'ni mashq paytida baxtsiz hodisani tashkil qilishlari ham mumkin. Kaleb uni jamoasi Charli maxfiy fayllarni qanday ko'chirib olganini tushunishga harakat qilishadi. Ular skimmerning imkoniyatini muhokama qilishadi. Bu ularning himoyalangan kompyuterlarida ishlamaydi, lekin printerda ishlatilishi mumkin edi. Charli do'kondan magnit sotib olganini aniqlashadi, ammo ular o'g'irlikni qanday qilganini aniqlasha olmaydi. Uni borgan joylarini yaxshilab tekshirishadi, lekin hech nima topa olishmaydi. Bu orada Charli markaziy razvedka boshqarmasining o'quv markaziga keladi va uni polkovnik Henderson kutib oladi. Ular o'q otish poligoniga borishadi va Charli buni umuman uddalay olmaydi. Ammo bomba tayyorlashga kelganda Charli juda tez ishlaydi va Hendersonni hayratda qoldiradi. Henderson Charlining xonasiga borib, unga qotil emasligini aytadi. Charli o'zini bunga qodirligini isbotlamoqchi bo'ladi, lekin qo'ldan kelmaydi.
Ofisda Charlie'ning ma'lumotlarini shifrlash uchun harakatni boshlashadi. Va buni Charlie ishlab o'tirganini ko'ramiz. Charlie ularni aldagani ma'lum bo'ladi. Mur darhol Hendersonga qo'ng'iroq qiladi va unga Charlie'ni hibsga olishni aytadi. Ammo u allaqachon qochib ketgandi. Ma'lum bo'lishicha, u o'z xo'jayiniga bergan fayllarda chip o'rnatgan bo'ladi. Mur nihoyat Charlie bilan to'g'ridan-to'g'ri gaplashib, unga bu haqida aytadi. Charlie samolyotga chiqishdan oldin naushnikdan qutuladi. U Londonga yetib borgach, Sara bilan bo'lgan voqealarni eslaydi. U Parijga yo'l oladi va razvedka bundan xabar topadi. Mur uni ortidan Hendersonni yuboradi. Parijda Charlie Gretchen tez-tez tashrif buyuradigan restoran yaqinidagi mehmonxona xonasini ijaraga oladi. Oxir-oqibat u paydo bo'ladi va uning telefonini kuzatishni boshlash imkoniga ega bo'ladi. Gretchen uyi tashqarisida o'tirib, u ketguncha kutadi va video orqali uni eshigini ochishni uddalaydi. Charlie kvartirani qidirishni boshlaydi va Gretchenning jadvalini suratga oladi. U tortmadan qurol topadi va o'sha paytda uning kuzatuvchisi uni Gretchen haqida ogohlantiradi. Uni zinada kutadi, lekin ota olmaydi. U mehmonxonaga qaytib keladi. Ko'ziga Sara ko'ringandan keyin xotirjam bo'lgach, u rasmlarni diqqat bilan ko'rib chiqadi va Gretchen tez-tez kasalxonaga borayotganini bilib oladi. Ertasi kuni Gretchen allergiyasi bo'lgan gullardan oladi va kasalxonada uning orqasidan ergashadi. Gretchen sinovlardan o'tayotgan kompyuterni buzib, shifokorni chalg'itadi va uning xonasiga kiradi. Uning sinov xonasini qulflab, o'sha gul changini jo'natishni boshlaydi. Gretchen hamkorlikdan bosh tortadi va Charlie ishini davom ettiradi. Shifokor va hamshira shovqinni eshitishadi. Gretchen nafas ola olmagandan keyin Charlie eshikni ochadi va Gretchen unga otiladi. Ozroq janjaldan keyin eshikni ochishni uddalaydi va qochadi. Charlie uni ortidan to'pponcha bilan yuguradi va ko'chaga chiqqanda uni mashina urib boradi. Charlie uning telefonini olib ketadi. Shundan keyin Marselga jo'naydi va Gretchenning o'limi markaziy razvedka boshqarmasiga yetib boradi. Charlie diskotekada ko'p ichgandan keyin Henderson uni kuzatayotganini payqaydi va qochadi. U biroz qochib barga kiradi va uni ortidan Henderson kelganini ko'rib hojatxonaga kiradi. U yerdan qochishga oyna topa olmagani uchun qaytib chiqishga majbur bo'ladi. U barda Hendersonga qo'shiladi va uni Gretchenning telefonini kuzatish orqali topganini bilib oladi. Qisqa suhbatdan so'ng Charlie telefonda taymerni ochib, hojatxonadagi portlashni ko'rsatadi va Henderson endi uni kuzata olmasligini tushunadi. Ertasi kuni ertalab Charlie Incline'dan yordam olib, yuk samolyotida Turkiyaga jo'nab ketadi. Istanbulda u bir restoranga boradi va Incline bilan bog'langandan keyin bir ayol unga yordam beradi. Ayol unga yaqinlashib, Incline ekanligini tasdiqlaydi. U xotini haqida bilgani uchun unga yordam beradi va o'zini eri 6 yil oldin xizmatda o'lgani va shungacha hamma narsani o'rgatganini bilib olamiz. Ular uning uyiga yetib borganlarida Incline bu uzoqroq qolishga muvaffaq bo'lgan yagona joy ekanini aytadi. Keyin ular ish haqida gaplashishadi. Mur O'Brien bilan gaplashadi va bundan hech narsa chiqmagandan keyin O'Brien ketadi. Yordamchisi unga Mur yo'llagan odamni Madridda ekanini ko'rsatadi va uning ortidan o'z agentlaridan birini jo'natadi. Incline terrorchilardan biri Mishani kameralar orqali topadi va Charlie unga Hendersonni ham ko'rsatib, o'zi terrorchi yoniga ketadi. Charlie Madridga boradi va o'sha mehmonxonada qoladi. U Misha bino tepasidagi ikki bino tomini birlashtiruvchi shishali ochiq hovuzda suzishni yaxshi ko'rishini bilib oladi. Shu bilan birga Henderson Charlie'ni kuzatib boradi va uni qo'lga olish buyrug'ini oladi. Ertasi kuni Charlie Mishani o'ldirishga yordam beradigan qurilmani yasaydi va uni o'rnatadi. Keyin u Mishani bargacha kuzatib boradi. Incline'dan birovdan shubhalanayotganini aytadi va u Charlie'ni kuzatayotganlarini aniqlaydi. Keyin Henderson ham keladi. Charlie reja bo'yicha ishlashga qaror qiladi. Misha hovuzga borganda Charlie yoniga borib Xorsni qayerdan topishni so'raydi. Aytmasa hovuz bilan birga qulashini aytadi. Misha unga ishonmaydi va Charlie tugmani bosgandan keyin hovuz yorila boshlaydi. U hovuz bilan birga pastga qulaydi. Keyin Incline Charlie'ni Henderson va boshqa agentlar yaqinlashayotganidan ogohlantiradi. Incline kameralar orqali unga yordam berishga qaramay Charlie Henderson ta'qibida qoladi. Uni tutay deganda boshqa bir agent unga otiladi va jangda Henderson o'q yegan holda uni o'ldiradi. Charlie buni kuzatib turadi va ichkariga kiradi. Unga yordam berishni o'ylaydi. Incline unga qochishni aytadi va u ketadi. Ertasi kuni O'Brien Murni o'z ofisiga chaqiradi va Charlie haqida so'raydi. Mur u ta'tilda ekani va kelsa xabar qilishni aytadi. Ayni paytda Kaleb va uning jamoasi video tasvirlarini ko'rib chiqishadi va Charlie'ga kimdir yordam berganini tushunishadi. Ular Charlie'ning shifrlangan chatlariga qarab Incline'dan xabar topishadi. Uzoq qidirishdan so'ng ular Incline deb nomlangan agentning o'lganini aniqlashadi va o'rnini xotini olgan bo'lishini taxmin qilishadi. O'sha kecha Incline'ning qushlari qichqirib uyg'otishadi va ular xavfsizlik kameralaridan yaqinlashib kelayotgan bir guruh agentlarni ko'rishadi. Juftlik boshqa uylar orqali qochib mashinaga o'tirishni uddalashadi. Ularning ortidan suv orqali va dronlar bilan kuzatuvda quvishni boshlashadi. Incline yaralanadi va Charlie mashinani o'zi haydab uni olib ketadi. Keyinchalik u mashinani Incline bilan garajda qoldiradi. Ertasi kuni Charlie yangi elektronika sotib oladi va Ruminiyaga yo'l oladi. U o'z yuzini yozib oladi va Berlinda xavfsizlik tasmasini buzib, markaziy razvedka boshqarmasi u Berlinda deb o'ylash uchun o'zini videosini qoldiradi. Lawrence kelganda u stolda qo'ng'iroq kelayotgan telefonni topadi. Charlie unga qutining ichiga qarashni aytadi va Lawrence u yerda bomba topadi.
Lorens qutida Saraning rasmini payqaganida Charlie paydo bo'ladi va Xorsning joylashuvini so'rab, agar u hamkorlik qilsa, bombalarni o'chirishga va'da beradi. Lorens Xors Rossiyada Boltiqbo'yi dengiz portida ekanini aytadi. Keyin Charlie Xors bilan qanday bog'lanishni so'raydi. Shuning uchun Lorens kim bilan ishlayotganini, barcha raqamlar va ismlar uning telefonida ekanini bilib, uni telefonini oladi. Charlie chiqib ketadi va Lorensni portlaganini ko'ramiz. Ko'p o'tmay Markaziy razvedka boshqarmasi Ruminiyada Lorensning o'limi haqida xabar oladi va ular ko'rib turgan soxta tasvirlar ekanini tushunishadi. Rus mehmonxonasida Charlie Sarani u bilan birga tasavvur qiladi va sovg'ani ochib, undagi yozuvni ko'radi. Ertalab portga borib, shubhali transport vositasini ko'radi. U kodni Xorsning odamlariga yuboradi va yonida yana bir yigitni ko'radi. Keyin u odamga ergashadi va ketishdan oldin qayiqni suratga oladi. Oshxonaga kirganda ayiqni uchratadi. Ular o'tirib suhbatlashishadi. Ayiq unga yordam berish uchun kelganini aytadi va Charlie uni rad etadi. Ba'zi asboblarni sotib olgandan so'ng Charlie mehmonxonaga qaytib boradi. U Xorsni bo'lishi mumkin bo'lgan dengiz yo'llarini o'rganadi. Ertalab Charlie qayiqqa yaqinlashadi va kimdir uni orqasidan urib yiqitadi. Charlieni yaxtaga olib borishadi. U nihoyat Xors bilan suhbatlashadi. Xors Charlie boshqalarni o'ldirganini payqaydi va u buni yuzma-yuz qilishga qodir emas deb o'ylaydi. U Charliega qurol beradi va undan buni qilishni so'raydi. Lekin Charlie qila olmaydi va qurolni pastga tushiradi. To'satdan yaxta teskari yo'nalishga burila boshlaydi. Charlie Markaziy razvedka boshqarmasi boshqaruvidan yaxtani nazorat qilganini oshkor qiladi. U ushbu yaxtani himoya qiladigan protokollar ustida ishlagani sababli unga buzish oson edi. Ko'p o'tmay yaxta Finlandiya dengiz kuchlari va Interpol tomonidan o'rab olinadi. Ular darhol Xors va uning odamlarini hibsga olishadi. Biroz vaqt o'tgach, O'Brien Markaziy razvedka boshqarmasida ishlayotgan barcha agentlarni noqonuniy faoliyat uchun hibsga olganini e'lon qiladi. Saraning qabrini ziyorat qilgandan so'ng Charliening yoniga Henderson keladi va u bilan faxrlanishini aytadi. Charlie uyga keladi va nihoyat o'z samolyotida sayr qilishni boshlaydi.